Hurmatli yurtdoshlar, Shinray T52 tayyor yana. İşe. Top-toza mashinali. Qiziqarli joyini oldindan o'tamiz. Egalari Nasiya savdoga 80 million so'm bilan berjak. Yana. Bosib orasida 1 yilmi 2 yilmi o'zlaringiz dogovor qilib, mashinaning o'zi bahosi 260 million so'm. Egalardan yana Nasiya savdoga kitsangizlar bo'ladi. O'zi bu tayyori bu. Hazati pinaverasida zavodskoy metan. Arkasini butchalarni o'zi asfalt durmaydi. Arkası koşa balonlu. 2024 mashinali 8000 probeg ekan. 8400 kilometr probeg. Arkasından oilaviy mestasi ham bor yana. Hamma narsasi ishlab turibdi. Paroklari mavjud. Top-toza mashin. Demek. Arkalarını açıp herhalde zaten. 2 tane metanı var. Arkası koşa balonlu. 80 milyon so'm bilan Asikopte Ali Kabon bilan asikopte. Ina. Zaylidon chulidon narsa yo'q. Çok iyi. Toza döşalganlar. Mevachilar, bozorchilar ketaveradi yana. Bosaverasizlar. Bir anda dinni eshikam mavjud yana. Sizlarni didlaringizga to'g'ri keladi, xolos. Meva ketaveradi. Metanam pakalini garantiyalari bilan qilingan. Demak, avtomobilimizni yurtdoshlar 80 million so'm bilan Nasiya savdoga kitsangizlar bo'ladi. Ana bahosi 260 million so'm, 8000 probeg, 2024 T52 model. Kelinglar ustida gaplashamiz, qolgan ma'lumotlarni bo'lib turlari olsozlar bo'ladi. Egalardan gap turibdi. Navesimiz tendagi yana markalarimiz bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz. Taxo'miz bor 450 million so'm. Jetao'ni har xilidan bor. Malibu 2.5 252 million so'm 20-yil. Premier qilingan. Keyin Jetaur X70 Plus'dan har xil birbiridan bor. Restyling pozitsiyasidan bor 23-yil Jetaur yana 238 million so'm turibdi. Propanli vas 65 ming yurgan. Keyin Jetta avtomobili bor 320 million so'm. Cherry 7 Pro bor 265 million so'm. Propanda rodnoy 49 ming kilometr yurgan. Equinox'larimizdan Oxyten'dan 22-yil 320 million so'm beramiz. Bunda Equinox'imiz bor 21-yil full pozitsiyalari bular 340 million so'm. Salonda 472 millionluk variantidan. Keyin BYD Son Plus'dan ikkisi bor 247 million so'm beramiz buni. Elektromobil 96 ming kilometr yurgan. Bunda 44 ming kilometr yurgan 255 million so'm beramiz. Rodnoy. Tayyor haydasha 505 kilometr yuradigan variantidan bular. Keyin bu yoqda Captiva'larimiz mavjud. Captiva'larimiz 140 milliondan 180 190 milliongacha bor. Nissan avtomobili bor 105 million so'm 2008-yil. Honda 23-yil gibrid modelinden 355 milyon so'm. Keyin Chazor avtomobilimiz bor 258 milyon so'm. Keyin Trekkerlarimizdan har xillaridan bor. Malibu 2 Premier haqiqiy 50 ming kilometr probeg 360 milyon so'm 22-yil. Xo'sh. Bir yandan mashinalarimiz ko'p. Galbalo orasida ikkilamchi kredit, nalichi, barter üstüne gelişeveramiz. 7 Pro 260 milyon so'm. Tam 7 Pro 265 milyon so'm. Keyin bunda Haval 260 milyon so'm bor. 25 10 ming kilometr probeg 260 milyon so'm.
Gelib alaverasizlar, bir köp. 1.6'lık full pozisiyada Jetour X70 Plus qora rangda geldi. 17.000 kilometr probeg, mashinali paket pasti. 2023 yılda salondan alınan 17.000 kilometrga benzinda turibdi. Buni ishlarni qarang do'stlar. Ishlarni qarang mana. Chiroyli salon, 7 места crossover. Krugoy tonirovka ratsionasi bor. Yo'q ekan. Yo'qmagan. Olib berasizlar. Ya bonusini qilib beramiz, xullas. Ishlarning laminatsiya ishlari qilingan. 2023. Narxi 295 million so'm. 295 million so'm. Naqd pul bilan kelsangiz ustida savdo etamiz. Ko'rib olaverasizlar, 17.000 kilometr yurgan X70 Plus 1.6'liki. 1.6'liki 1.5'likdan qaraganda zo'r yuradi. Misoli Nexia'lardan ham shuningku 1.5 ga tortishi kamroq, bularda zo'r tortadi. Endi solishtirib ko'rganda o'zlaringiz bilasizlar. Keyin buni Eco Sport normal rejimlari bor. O'zlaringizga kerakli rejimlarda harakatlanib bilasizlar. Zo'r mashin, panorama lyuk, hamma narsasi mavjud. Kelib olaverasizlar. Kutib qolamiz. Hammaga shunday mashinalarni nasib etsin. Bundan ham zo'rlarini minish nasib etsin. Like bosinglar. Yürüyüşler hem yeri çok ki kendisi yok. Mekanizm hem meğersesi işlettik. Aylanışları, dikleşleri yenilişiydi. Rulları hidrolike, koşaları. Zor. Yurttaşlar Honga tuttu yine. 330 diyen merkezinden 11 tonnalık koşalara yine iyi filisinden bemalal kuruluşlara işletiverasizlar. Tayyor, yılam taze 2021 yıl ekan, hali 4 yıl bo'libdi alingandan 4500 set ishlab bergan, 4500 set ishlagan. Umuman yecherinda mexanizmida rasxod yo'q. Yana o'zini shu vaqtda zavodda chiqqan, yana bilkalar hamma narsasi mavjud mashinamizda. Tex pasportlari hamma narsasi bor. 2021 yil. Ana teylari. İşe tayyor xulos. Bahasını axırda aytamiz. 10 tonna 900 ekan, 11 tonna da. Başdı. Koşasını özəddini. Bahası 348 milyon so'm. Dizel motor, hamma biladi buni. Shisha tavarasida bosib. İçlari. İşlerim. Tayyor. Biriga salondan qaragan, hozir plazar bo'lib sotayotir ekanlar. Mana ishga tutdi. Kamchilik yo'q. Kimga qiziq bo'lsa, Qo'shko'pir avtomarketda mavjud yana. Sotuvda turadi. 348 million so'm nalish pul bilan kelsangizlar, ustida savdo etsak bo'ladi. Barter xizmatimiz ham bor. Like'larni bosib kuzatib boraverasizlar. Rahmat. 1.5 turbo Malibu 2 2020 yilina Corasvet 100% родной краски, yetserin eskana defekt yo'q, ko'rsib tekshirib olasizlar. Benzinda 60 ming kilometrga yumshoq bog'la qo'yilgan. Bahosi 255 million so'm faqat bittadan joy do'stlar. Afishalar ham ko'jadan tikilgan, chexollarni yaxshisidan qo'yilgan mashina, ishlarni polikda to'shalgan, panorama lyuk, rullarida cruise control, multimedia hamma narsasi bor. Salonlar ham savdo turibdi mashinamizda. Corasvet'ini. Benzinda mashinamiz do'stlar.
Qarabilgan danışsanız bo'lsa, videomuzu berib qo'ysa, 2020 yilına Euro 5 Turbo Malibu 2 255 million so'm mashinamizni bahosi faqat bitta joyi Qo'shib avtomarketda sotib qo'yildi. Kelib xarid qilaverasiz ana. Hurmatli yurtdoshlar, Cobaltlarimiz ko'p. Sizlarga arzon bahoda Robotchi Cobalt 2013-yilda ishlab chiqarilgan mashin, zo'r holati. Klapalar tuzilgan, metan gazlari bor. Balonlar ham yaxshi sostaniyasi. Mashinni lak sepilgan yeri bor. Krelindam, kapotun yüzündam lak sepilgan quru. 317.000 kilometr yurgan, 3-pozitsiya o'zini yurgan probegi. Motorunda yetishirinde kamisi yo'q, ishlar ham akkuratni. 85 milyona beramiz mashinamizni. Robotchi Cobalt ko'pchilik so'raydi deyman sizlarga. Robotchi Cobalt 85 milyon so'mdan ichida ikkita orasida kelib 3-pozitsiya. Hammasi tayyor. Assalomu alaykum, hurmatli murabbiylarimiz. Bu 2025-yil 25-noyabr navbatdagi savdomiz Cobaltimiz bo'ldi. 2024-yil short spravka benzindan 50 km yurgan. Bahosi 144 million so'm bo'ldi. Naqd bilan Xiva Frunzang. Tabriklayman. Yaxshi yillar atroflaridan izmundan chatlarsiz. Razmusaq savdolardan salomatligini. Rahmat. Tabriklayman. Yaxshi yillar edinglar. Kelaverasizlar, qo'shib avtomarketda xizmatdamiz. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bu 25-noyabr savdomiz Gentraum 2015-yilda ishlab chiqarilgan, yana reklama qilib o'tadi. 200 ming kilometr yurgan, bahosi 80 million so'm bo'ldi. Naqd pul, xudo xolasa yangi arkay. Xayrini ko'ringlar. Yaxshi kunlar alayinglar. Yaxshi kunlar sharinglar. O'zi hozir usti sho'yatiradi, telefon turibdilar. Yana ishni burata nasib etdi. Xizmatdamiz, kelaverasiz. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Bugun 25-noyabr 2025-yil. Qo'shko'pir avtomarketda navbatdagi savdomiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan Largosimiz bo'ldi. Largosimiz 340 ming kilometr yurgan. Klassikalarni aytib berdik. 50 kaladan yangilarimizga naqd pul 86 million so'm pul berdik. Tabriklaymiz, yaxshi kunlar meni. Kelaverasizlar, Qo'shko'pir avtomarketda xizmatdamiz. Herhalde beraber iyi. Bundan takip. Bunun benzin ham sotadi. Benzin ham sap beradi. Hurmatli obunachilarimiz, assalom. Naqdmiz? Navbatdagi savdomiz aziz yurtdoshlar, Tracker Premierimiz baraka bo'ldi. 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Benzinda 27 ming kilometr yurgan. 217 million so'm naqd pul berildi. Nega ketdi xolos? Bog'ata ketdi. Bonusuna fonli bak benzin ham bo'ldi. Podpischilarimiz ekan, xudo xolasa ko'rmay, qoldirmay videolarimizni ko'ramiz dedi. Shuni o'z bir motivatsiya bo'ladi. Rahmat, salomat bo'ling. Qo'ylar yaxshi. Rahmat, xayrli bo'lsin. Qo'ylaramini. Trekkerimizni ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Larabi so'fchalar o'zi degan Korasvet buyozani reklama qilib o'tdik. Polni Mercedes qilingan yumshoq bovlari ham narsasi va ishlarni ham do'shadigan. 217 million bo'ldi. Naqd pul. Bonusuna polni vaqt benzinlarni ham sotib beramiz, xudo xolasa. Assalomu alaykum, hurmatli murabbiylarimiz. Bu 2025-yil 25-noyabr navbatdagi savdomiz Premier avtomobil bo'ldi. 2023-yil. Benzinda hali 600 km yurgan, birinchi nomerlar olingan, bahosi 130 million so'm bo'ldi. Kelaverasizlar, qo'shib avtomarketda xizmatdamiz. Darkman Blue Suede 2024-yil avtomat Cobalt. Benzinda 5000 km yurgan, 146 million bahosi, naqd pul bo'lsa gazib beramiz ustidan yana savdo qilib olasizlar. Uzrat bolalarında klassikalari toza, ishlarini poliklari do'shalgan, avtomat korobka 2024. Salonlari benzinda mashinamiz, arkalarida pisoshin faralar qo'yilgan, 146 million bahosi. Avtokredit oladigan bo'lsangizlar 21 million so'm bilan avtokredit chiqarib beramiz mashinamizni. Pilus Tarskaya klasslar
3 milyon 900 ming so'mdan 5 yil oylik to'lov. Qiziquvchilar bo'lsa, Qo'shib avtomarketda sotib olgan mashinamiz kelib xarid qila olasizlar. Hurmatli yurtdoshlar, navbatdagi savdomiz Damas'imiz sotildi Xivaga 2024-yilda ishlab chiqarilgan metan gazlari bor. 4000 kilometr yurgan, bahosi naqd pul bo'ldi. Naqd pul 94 million so'm berdik Xivaga. Egalari kamera tushmadi. Kamera tushganda shuncha siltaladik. Foydasi bo'lmadi ish qildi. Urush ketchagadi shuncha. Amin qo'yaverdik. Xizmatdamiz ki shunday mashinalar kerak bo'lsa, yumshoq bog'lar qo'yilgan metal shuncha qo'lli kamerasi bor. Tayyor xulosan. Kelaverasizlar. Hatta ular sanamiz navbatdagi savdomiz lekin avtomobil bo'ldi. 97-yilda ishlab chiqarilgan metan gazlari bor. Bahosi 22 million so'm bo'ldi. Narx bilan soat 14 frank. Kelaverasizlar, Qo'shib avtomarketda xizmatdamiz. Navbatdagi savdomiz Shavot tumanida baraka bo'ldi. Xudo xolasa 22-yilda ishlab chiqarilgan Gentra'miz 15 ming kilometr yurgan, kraskasi toza. Demak, benzinda ekan. Bahosi 138 million so'm bo'ldi. Shavotda berdi. Shavotning o'zidan siz tabriklaymiz avval. Salomat bo'ling. To'ylar yaxshi kunlarni xayrli bo'lsin. Tushuntirdilarmi mashinani olish tartibini bu yerda? Olib borasiz, tekshirtirasiz, hammasini probegini. Agar bir yerdan qilib chiqadigan bo'lsa, kam chiqadigan bo'lsa, ikkalasiz omonatingiz qiymatini qaytib beramiz. Yo boshqa mashina olasiz. Ya shuni agar normal bo'lsa aytaverasiz. Doim yaxshi chiqqan, lekin garantiya mashina. Rahmat. Salomat bo'ling. Xayrli bo'lsin to'ylaringiz. Kelaverasizlar xizmatda. Gentra'mizga görüşüp gidemiz do'stlar. Bu yazanda reklama qilib o'tdik. 2022-yil 15 ming kilometr yurgan yumshoq bovulları, ishlarına poliklari döşelgan monitorlar ham narsasi bor. Mexanik korobka 138 million so'm bo'ldi bahosi. Naqd pulga yetib qolsa. Hurmatli yurtdoshlar, Qo'shko'pir avtomarketda sizlarga Equinox eng full pozitsiyasi salonda 472 millionlik pozitsiyasidan mashinamizni arzon bahoda qo'yib beramiz. Demak, 22-yilda ishlab chiqarilgan benzinda rodnoy kraska 100 ming probeg 310 million so'm qo'yib berdik mashinamizni. Kelib ketaverasizlar. Patologlar ham qora, biz zavod qo'yib, paroklar qo'yilgan, qo'y tonirovkalar urilgan. Mashin benzinda yurgan. O'zini yurgan probegi 100 ming kilometr yurib turibdi. Orqalari yana top-toza mashin, oksiyet, changdan bilinmaydi. Qarab bilganlar bo'lsa, kelib ko'ringlar yana. 22-yilda ishlab chiqarilgan 310 million so'm beramiz. Kelib olaverasizlar. Avtomarketda turadi, kech 12gacha xizmatdamiz. Kunduzi azonki soat 9dan ishimiz boshlaymiz. Xizmatdamiz. Rahmat. Full pozitsiyada 2023-yil avtomat Gentra. Pakanina metan gazda qo'yilgan 44 ming probeg 162 million so'm bahosi. Naqd pul bo'lsa gashtirib beramiz ustida, soda qilib olaverasizlar. LED faralar qo'yilgan, bovlar ham tozali. Ishlarına poliklari döşelgan, monitorlar qo'yilgan, podogref sideniya, lyuk hamma narsasi bor. Full pozitsiyasi mashinamiz. Do'stlar, salonlar ham toza turibdi. 2023-yil. Arkalarına optra faralar qo'yilgan, metan pokoleniya. Mashinamizning kraskasi inash kapon rakasida shunday nozgina kraskasi bor ekan, ko'rsib tekshirib olaverasizlar. 162 million bahosi. Naqd pul bo'lsa ana shunda gashtirib beramiz. Avtokredit oladigan bo'lsangizlar 16 million so'm bilan avtokredit chiqadi mashinamiz. Pilosni Tariskaya klasslar 4 million 600 ming so'mdan 5 yil oylik to'lov. Kelib xarid qilaverasizlar. Ali labularni ana sonsuzlashda plyonkalar ham urilgan ekan. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlarimiz. Bu 2025-yil 25-noyabr navbatdagi savdomiz. Premier avtomobil bo'ldi. 2023-yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz benzinda kraskalari toza. Hali 5 ming kilometr yurgan ekan. Bahosi 224 million so'm bo'ldi. Naqd pul Shavot bo'rasizlar. Tabriklar, yaxshi ko'raveradi. Bundan kattasi. Razmus saq savdolar. Tabriklar. Kelaverasizlar, Qo'shib avtomarketda xizmatdamiz.